Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1.500 ming so'm berilishi haqida tarqalgan xabarlar nimani anglatadi? Bu pul kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Uni olish uchun nima qilish kerak va eng muhimi, odamlar qaysi joylarda aldanib qolmasligi kerak. Bu ma'lumot pensionerlarning o'ziga ham, ularning farzandlari va yaqinlariga ham bevosita taalluqli. Chunki ko'p hollarda keksa ota-onalarimiz hujjat, ariza, bank kartasi yoki ijtimoiy yordam tartiblarini mustaqil tekshirishga qiynaladi. Men bugun masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar sizning uyingizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday yangiliklarda birgina noto'g'ri qadam odamni nafaqa, yordam puli yoki qo'shimcha to'lovdan mahrum qilishi mumkin. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. 1.500 ming so'm degani hamma pensionerga avtomatik tushadigan doimiy pensiya oshishi degani emas. Ko'p odamlar xabarni eshitishi bilan, demak, pensiyamga har oy 1,1 million qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Mana shu joyda eng katta chalkashlik boshlanadi. Bunday summalar odatda bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya, bayram yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovi, ayrim toifadagi fuqarolarga ajratiladigan yordam shaklida bo'ladi. Har oy beriladigan pensiya bilan bir martalik yordamni aralashtirib yubormaslik kerak. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar asosan o'zlariga tayinlangan pensiyani har oy belgilangan tartibda olardi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bundan tashqari, ayrim hududlarda kam ta'minlangan, yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, urush va mehnat faxriysi, nogironligi bor pensionerlarga mahalla orqali yordamlar berilgan. Lekin bu yordamlar hamma uchun bir xil emas. Ularning sharti, hujjati va ajratish tartibi bor. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'plab joylarda pensionerlarga qo'shimcha yordamlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari, bank kartasiga tushadigan mablag'lar, mahalla orqali beriladigan moddiy yordamlar haqida ko'proq gapirilmoqda. 1.500 ming so'm atrofidagi summa ham ko'pincha aynan shunday qo'shimcha yordam sifatida tilga olinadi. Lekin men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Bunday mablag'ni olish uchun avvalo uning rasmiy manbasini aniqlash kerak. Ya'ni bu prezident qarorimi, hukumat qarori, mahalliy hokimlik dasturimi? Pensiya jamg'armasi orqali beriladigan to'lovmi yoki mahalla tomonidan ajratiladigan yordammi? Shuni bilmasdan turib, hech kimga pasport ma'lumotini, bank karta raqamini yoki SMS kodini bermang. Asosiy qism bu. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Birinchi navbatda bu ma'lumotni barcha pensionerlar bilishi kerak. Chunki har qanday qo'shimcha yordamdan xabardor bo'lish foydali. Lekin hamma ham bir xil darajada xavotir olishi shart emas. Agar siz pensiyangizni o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Biroq baribir mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Ko'proq kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Masalan, yetim 2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Uning pensiyasi yil 2 ming so'm bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar, dori-darmon va oziq-ovqatdan keyin qo'lida juda kam pul qoladi. Bunday inson mahalla tomonidan kam ta'minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olinishi mumkin. Agar 1.500 ming so'mlik moddiy yordam aynan ehtiyojmand pensionerlar uchun ajratilayotgan bo'lsa, onaxon ariza yozishi, holatini tasdiqlovchi ma'lumotlarni topshirish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Masalan, alimtekis yoshli otaxon ikkinchi guruh nogironi, pensiyasi bor, lekin har oy dori-darmonga 500 ming so'mdan 800 ming so'mgacha pul sarflaydi. Agar qo'shimcha yordam tibbiy ehtiyoj, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq bo'lsa, u kishi albatta o'z hujjatlarini yangilab, tibbiy ma'lumotnomalari joyidaligini tekshirish kerak. Chunki ayrim yordamlar faqat nogironlik guruhi amalda bo'lgan, tibbiy ko'rikdan o'tgan va tegishli bazada ko'rinib turgan fuqarolarga beriladi. Uchinchi toifa pensiyasi juda kam bo'lgan fuqarolar. Misol uchun, bir pensiya oyga 9 ming so'm yoki 20 ming so'm atrofida pensiya oladi.
boshqa daromadi yo'q, oilada ishlaydigan odam yo'q. Bunday holatda mahalla fuqarolar yig'ini orqali moddiy yordam so'rash mumkin. Lekin bu yerda muhim jihat bor. Men pensionerman, demak avtomatik yordam berishadi degan qo'yda har doim ham ishlamaydi. Odatda oila daromadi, yashash sharoiti, ro'yxatda turgan shaxslar soni, uy-joy holati, boshqa yordamlar olayotgani yoki olmayotgani tekshiriladi. 4-toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin o'zini barcha ijtimoiy dasturlarga avtomatik qo'shildim deb o'ylaydi. Aslida pensiya tayinlanishi boshqa, qo'shimcha moddiy yordam boshqa masala. Masalan, 6 yoshga to'lgan ayol pensiyaga chiqdi, birinchi pensiyasini oldi. Lekin agar 1 million 500 ming so'm miqdoridagi yordam uchun alohida ariza talab qilinsa, u ariza topshirmasa, ro'yxatga kirmasligi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa, oilangizda yetarli daromad bo'lsa, siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirmasangiz, bunday yordam sizga tegmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, balki ijtimoiy yordamning maqsadi shunday. Davlat yoki mahalla ko'proq yordamga muhtoj odamni birinchi o'ringa qo'yadi. Lekin bu degani tekshirib ko'rmang degani emas. Men har doim aytaman, huquqingiz bor yo'qligini rasmiy joydan bilib oling, lekin mish-mish asosida xulosa qilmang. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi holat. Pensioner onaxon 1 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Farzandlari yo'q. Mahallada kam ta'minlangan sifatida tanilgan. Agar 1 ming 500 ming so'mlik yordam ehtiyojmand pensionerlarga ajratilsa, uning imkoniyati yuqori bo'ladi. Ikkinchi holat. Pensioner otaxon uchun 500 ming so'm pensiya oladi. Uyida 2 nafar ishlaydigan farzandi bor. Qo'shimcha daromadi bor. Unga bunday yordam berilmasligi mumkin. Uchinchi holat. Pensioner ayolning pensiyasi o'rtacha, lekin eri ham pensiya oladi. Uyda boshqa ishlaydigan farzandi bor. Bu holatda komissiya umumiy oilaviy daromadga qaraydi. 4-holat. Pensioner nogironligi bo'lgan shaxs dori darmonga ko'p xarajat qiladi, lekin mahalla bu holatdan xabardor emas. Agar u murojaat qilmasa, tizim uni o'z-o'zidan aniqlamasligi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pul hamma joyda bir vaqtda tushmasligi mumkin. Agar yordam mahalliy dastur bo'lsa, bir tumanda berilishi, boshqa tumanda esa hali boshlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni viloyatda odamlar oldi, bizda ham ertaga tushadi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Har bir hududning byudjeti, ro'yxati, komissiyasi va tartibi bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatga tushish masalasi. Ba'zi yordamlar avtomatik bazalar orqali beriladi. Masalan, pensionerning ma'lumoti pensiya jamg'armasida bor, bank kartasi faol, yashash manzili aniq, toifa bo'yicha talabga mos. Bunday holatda mablag' avtomatik tushishi mumkin. Lekin boshqa yordamlar ariza asosida beriladi. Agar siz ariza bermasangiz, sizni ro'yxatga kiritishmaydi. Shu sababli menga hech kim aytmadi degan gap keyin muammo bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Mahallaga borib, aynan pensionerlar uchun 1 million 500 ming so'mlik moddiy yordam yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha ro'yxat bormi? Men qaysi toifaga kiraman deb so'rang. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va SMS kod masalasi. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular telefon qilib, sizga 1 ming so'm tushadi. Kartangizni ayting, SMS kodini ayting, biz ro'yxatdan o'tkazamiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon MSS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, mahalla xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'rash kerak emas. SMS kod bu sizning pulingizga kirish kaliti. Uni aytsangiz, kartangizdagi pulni yechib olishlari mumkin. 4-nozik jihat. Hujjatdagi kichik xato ham to'lovni kechiktiradi. Masalan, pasport yoki ID karta ma'lumotida familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, bank kartasi boshqa telefon raqamga ulangan, yashash manzili eski. Pensioner boshqa manzilda ro'yxatda turibdi. Bular arzimasdek ko'rinadi, lekin elektron bazada mos kelmasa, to'lov chiqmay qolishi mumkin. Ayniqsa, yaqinda pasportini ID kartaga almashtirganlar, manzilini o'zgartirganlar. Bank kartasini yangilaganlar buni tekshirtirsin. 5-nozik jihat, yordam puli qarz, kredit yoki jarima uchun ushlab qolinishi masalasi. Odatda ijtimoiy yordamlarning ayrim turlari himoyalangan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bank kartasiga tushgan pulni kredit qarzi avtomatik yechib olishi holatlari haqida odamlar ko'p shikoyat qiladi. Agar pensionerda kredit bo'lsa,
bankdan oldindan aniqlashtirish kerak. İjtimoiy yordam tutsa, kreditga ushlanadimi yoki yo'qmi? Agar mablag' maqsadi ijtimoiy yordam bo'lsa, bu bo'yicha bankka yozma murojaat qilish foydali. 6-nozik jihat har bir pensionerga degan ibora. İnternetdagi sarlavhalar ko'pincha keskin yoziladi. Har bir pensionerga pul beriladi. Barchaga 1.500.000 so'm bugundan boshlab to'lov. Lekin rasmiy hujjatni o'qisak, ichida ayrim toifadagi ehtiyojmand ro'yxat asosida mahalla tavsiyasiga ko'ra belgilangan mezonlarga muvofiq degan iboralar bo'ladi. Shuning uchun sarlavhaga emas, shartlarga qarash kerak. Men sizlarga aynan shuni o'rgatmoqchiman. Katta sarlavha o'rtada real tartib yotadi. 7-nozik jihat. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa yoki yaqinda vafot etgan yaqinning kartasiga pul tushsa, bu puldan foydalanish tartibi alohida. Bunday holatda oila a'zolari o'zboshimchalik bilan kartadan pul yechmasligi kerak. Meros, daf puli, oxirgi pensiya to'lovi, ortiqcha to'langan mablag' kabi masalalar bor. Noto'g'ri harakat keyin qaytarish talabi yoki huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. 8-nozik jihat. Pensioner chet elda bo'lsa yoki vaqtincha boshqa viloyatda yashasa, agar pensioner rasman ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, mahalla uni ko'rmasligi, holatini bilmasligi mumkin. Natijada yordam ro'yxatiga kirmay qoladi. Bunday holatda yaqinlari yashash joyidagi mahallaga va ro'yxatdagi mahallaga murojaat qilib, tartibni aniqlashtirish kerak. Endi aniq amallarni aytaman. Birinchi qadam, xabar manbasini tekshiring. Agar kimdir sizga 1.500.000 so'm chiqyapti desa, darhol so'rang. Qaysi qaror asosida qaysi tashkilot beradi? Qaysi toifa uchun qachondan boshlab? Rasmiy manbalar, pensiya jamg'armasi, hokimlik, mahalla, davlat xizmatlari, rasmiy Telegram kanallar yoki hukumat portallari bo'lishi kerak. Begona blog, noma'lum havola, telefon orqali aytilgan gap asos bo'la olmaydi. Ikkinchi qadam, mahallaga boring yoki qo'ng'iroq qiling. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan pensionerlar uchun qo'shimcha yordam bo'yicha ro'yxat shakllanyaptimi? Qanday hujjat kerak? Ariza yozish kerakmi? deb so'rang. Savolni umumiy bermang. Menga yordam bormi desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Aniq so'rang. 1.500.000 so'm miqdoridagi bir martalik yordam haqida ma'lumot bormi? Men yoshga doir pensionerman, pensiyam falon so'm. Yolg'iz yashayman yoki oilamda falon sharoit bor, qaysi hujjatni topshiraman? 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limi bilan bog'laning. Agar yordam pensiya tizimi orqali berilsa, mahalla emas, pensiya jamg'armasi ma'lumot beradi. U yerda siz pensiya turi, to'lov holati, bank kartasi, hisob raqami, ma'lumotlar bazasidagi xatolarni tekshirtirishingiz mumkin. Ayniqsa pensiya kechikayotgan bo'lsa, karta almashgan bo'lsa, familiya yoki manzil o'zgargan bo'lsa, albatta tekshirtiring. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, yolg'iz yashashi yoki ehtiyojmandligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar. Ayrim holatlarda oila tarkibi, daromadlar, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari haqida ma'lumot ham so'ralishi mumkin. 5-qadam. Ariza yozishda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, menga yordam bering deb yozish o'rniga holatingizni aniq ko'rsating. Men yoshga doir pensionerman. Oyiga 1.000.000 so'm pensiya olaman. Yolg'iz yashayman. Doimiy dori-darmon xarajatlarim oyiga taxminan bergan so'mni tashkil qiladi. Qo'shimcha daromadim yo'q. 1.500 so'mlik moddiy yordam bo'yicha ro'yxatga kiritishingizni so'rayman degan mazmunda yozish tushunarliroq bo'ladi. Arizada sana, telefon raqam, imzo bo'lsin. Arizaning nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini saqlab qo'ying. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Telefon raqami o'zingizniki yoki ishonchli yaqin odamingiznikimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bularni aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki eski bo'lsa, bankka borib yangilang. Lekin yana bir bor aytaman. Kartaning old raqamini hamma joyda aytib yurish ham xavfli. Orqa tarafdagi CV kodini va SMS kodini esa hech kimga bermang. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang.
ko'p odam yo'q ekan degan og'zaki javob bilan qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar siz haqiqatan ham ehtiyojmand bo'lsangiz, rad etish sababini tushuntirishlarini so'rang. Balki hujjat yetishmayotgandir. Balki siz noto'g'ri joyga murojaat qilgandirsiz. Balki ro'yxat hali ochilmagandir. Sababini bilsangiz muammoni tuzatasiz. 8-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensioner ota-onalariga yordam bersin. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Pensionerning huquqi bor, lekin u qayerga borishni bilmaydi. Telefoniga firibgar qo'ng'iroq qiladi, u ishonib qoladi. Farzandlar esa onam o'zi biladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu masalada yordam kerak. Ota-onangizning hujjatlarini tekshirib bering. Mahallaga birga boring. Bank kartasini xavfsiz ishlatishni tushuntiring. Rasmiy xabarlarni birga ko'ring. 9-qadam. Hech qachon pullik vositachilarga ishonmang. Men 500 ming so'm chiqarib beraman, oldindan 100 ming so'm bering. Ro'yxatga qo'shib qo'yaman. Tanishingiz bo'lmasa ola olmaysiz degan gaplar juda xavfli. Ijtimoiy yordam rasmiy tartibda beriladi. Agar kimdir pul so'rasa, bu korrupsiya yoki firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda ishonch telefonlariga yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. 10-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Ayrim yordamlar doimiy ochiq bo'ladi. Ayrimlari esa ma'lum muddatda ariza qabul qiladi. Masalan, ro'yxat bir oy davomida shakllantiriladi, keyin yopiladi. Agar siz kech bo'lsangiz, keyingi bosqichni kutishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun eshitdingizmi? Ertaga aniqlashtiring, kutib o'tirmang. Endi men vaziyatni yana bir hayotiy misolda tushuntiraman. Deylik, 7 ming yoshli pensioner ayol oyiga 1.300.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Qon bosimi va yurak dori darmonlariga oyiga 350 ming so'm sarflaydi. U mahallaga borib holatini aytadi, ariza yozadi. ID karta nusxasi, pensiya ma'lumoti, dori darmon retseptlari yoki cheklarni ko'rsatadi. Komissiya uning sharoitini o'rganadi va agar mezonlarga mos kelsa, 1500 ming so'mlik yordam ajratilishi mumkin. Endi boshqa holat. 65 yoshli otaxon pensiya oladi, lekin 2 farzandi bilan yashaydi. Oilaning umumiy daromadi yaxshi. Uy-joy sharoiti yaxshi. U ham murojaat qilishi mumkin. Lekin ehtimol ro'yxatda birinchi navbatga qo'yilmaydi. Bu yerda adolat mezoni shundaki, pul ko'proq muhtoj odamga yetib borishi kerak. Yana bir misol, pensioner bank kartasini almashtirgan. Lekin pensiya jamg'armasiga yangi karta rekvizitlarini bermagan. Hamma qo'shimcha to'lovlar eski hisobga bog'langan bo'lishi mumkin. Natijada pul kechikadi yoki qaytadi. Bunday muammoni oldini olish uchun karta o'zgargan zahoti tegishli tashkilotga xabar berish kerak. Yana bir misol, pensionerning telefoniga davlatdan yordam puli chiqdi, havolaga kiring degan SMS keladi. U havolaga kiradi. Karta ma'lumotini yozadi. Keyin kartasidagi pensiyasi yo'qoladi. Shuning uchun hech qachon noma'lum havolaga kirmang, ayniqsa pul va karta bilan bog'liq bo'lsa. Xulosa shuki, 1500 ming so'm haqidagi xabarni eshitgan har bir pensioner shoshilmasdan, lekin befarq ham bo'lmasdan harakat qilishi kerak. Bu mablag' hamma uchun avtomatik pensiya oshishi bo'lmasligi mumkin. U bir martalik yordam. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yoki ma'lum toifalar uchun ajratiladigan to'lov bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish, mahalla va pensiya jamg'armasidan aniq javob olish, hujjatlarni tayyorlash. Ariza kerak bo'lsa, ariza berish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men sizga shuni tavsiya qilaman. Bugunoq pensioner ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki qo'shningiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Ularning kartasi xavfsizmi? Hujjatlari joyidami? Mahallada ro'yxatda bormi? Yordam olish huquqi bormi? Bir tekshirib qo'ying. Ba'zan birgina savol berish odamga 1500 ming so'mlik yordamni olish imkonini beradi. Ba'zan esa birgina SMS kodni aytib qo'yish butun pensiyadan ayrilish xavfini tug'diradi. Agar sizning hududingizda pensionerlarga shunday yordam berilayotgani haqida ma'lumot bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi tuman, qanday tartibda berilyapti? Bu boshqa yurtdoshlarimizga ham foyda bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.